Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tunimizda charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar, salomatliginglar yaxshimi? Xo'p, bugun challenjimizni 10-kuni. Xudoga shukr. Bugun ham o'zimizning natijamizni oldik. Bugun bozorda manipulyatsiya azancha ko'p bo'ldi. Ya'ni qaysi ma'noda manipulyatsiya ko'p bo'ldi? Ya'ni o'sha zonalarga kelganda bir necha marta zonaga urishi, ya'ni stopimizni kichkina bo'lgani hisobiga stoplarni urib qo'yishi ko'p bo'ldi. No, shunda ham o'zimizni minusimizni olib chiqib ketdik. Bugungi holat bo'yicha $880 foyda bo'ldi. Shu bilan savdoni to'xtatdik. Bugungi savdoyimiz soat примерно 5:00 yaqin, ya'ni 12:30larda to'xtatildi. Ya'ni oxirgi pozitsiya yopildi foydada. Shu bilan boshqa pozitsiya ochilgani yo'q. Challenge'imiz 10-kuni davomiyligi alhamdulillah zo'r. Hozirgi paytga kelib, hozir точно esimda yo'q. 6300 yoki 6400 atrofida foydada. 10 kunlik natijada $30,000 uchun biza $6400 atrofida stabilniy foyda qildik. Ya'ni stabilniy kunlik foydani oldik, bozorga boshqa qaytib kirganimiz yo'q. Mana shu holatga keldik. Bu videoni kech olaman. Hozir bizda soat 7:00, ya'ni kech paytki 7:00, 19:00. Kun mobaynida video olishga umuman vaqt bo'lmadi. Shuning uchun bugungi qilingan pozitsiyani ham men videosini endi olaman. Ya'ni nimaga stoplarimizni olgan, nima sababdan stoplarimizni olgan, zonalarimiz qayerda bo'lgan, keyin qayerda общий TP'mizni olib chiqib ketdik. Hammasini xudo xolasa videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Videoda o'zinglar uchun ko'rib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa keyingi hafta уже 15 kunligiga qarab ketamiz. Ya'ni уже dushanbadan 11-challenge 11-kuni bo'ladi, keyin 12, 13, 14 mana shunaqa qilib, ya'ni keyingi oyga примерно 15-chislosigacha, ya'ni yangi yil 2026-yil yanvarning 16-chislosigacha stabilniy 30 kunlik challenge'imizni olib boramiz. Va xudo xolasa sizlarga общий holatda o'sha necha pul yechilganligi, nima qilinganligi hammasini inshaalloh ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozircha shunaqa gaplar bizda. Challenge'imiz как положено alhamdulillah zo'r ketyapti. Hech qanaqa xatolarsiz, kamchiliklarsiz. Minuslar bo'lyapti, minuslar bo'ladi. Bu sohadagi konkretniy qoida hisoblanadi. Endi xudo xolasa bir oylik challenge tugatgandan keyin sizlarga razgonni ham challenge'ini ko'rsataman. Ya'ni razgon challenge qanaqa bo'ladi? Depozitlar qanaqa bo'linadi? Ya'ni aytaylik $500 dan razgon qilayotgan bo'lsangiz, orqangizda qancha yana summa turishi kerak, ya'ni o'sha sizga kerakli summani olib chiqib ketishingiz uchun yana qancha summa kerakli bo'lishini hammasini videoda ko'rsatib o'tib ketaman. U challenge biz keyingi oy qilamiz, ya'ni xudo xolasa 2026-yilda menimcha fevral oylarida o'sha challenge ham 30 kunligini ko'rsatib beraman, ya'ni razgon holatidagi challenge. Hozir bizda stabilniy challenge ketyapti, ya'ni tizim bo'yicha. Ko'pchilik aytayapti, "Okay, lotlaringiz katta bo'lib ketyapti." Katta bo'lishi sababi bor, tushuntirib beraman. Aytaylik, bu yerda xuddi lotda bu yerda punktuatsiyalar, stoplar hammasi tepalar bir xil bo'ladi, lekin lot size holati oshib boradi. Qanaqa qilib? Aytaylik, siz depozitingizga aytaylik $30,000 soldingiz. Men $300 ishlashim uchun 0.27 lotdan 3 ta ochayotgan bo'lsam, agar o'sha 0.27 lotdan uchalasi stop yeydigan bo'lsa, keyingi ochadigan lotimiz 0.27 dan 6 ta bo'ladi. Keyingi ochadigan lotimiz 207 lotdan 2 ta bo'ladi. Yana keyingi ochadigan lotimiz 207 lotdan 4 ta bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa qilib lot ko'tarilib boradi. Общий lotni hisoblasa, kimlarlar aytayapti, "Oka 15 lot bo'lib ketyapti, 15 lotga $800 ishlashmi?" Bu yerda 15 lot bo'lmayapti. Birinchidan, har bitta kirib chiqilayotgan pozitsiyada lot oshib borilyapti. Shuning uchun ham общий holatda lotning hajmi bir xil payt 8 lotgacha bo'lib ketyapti, bir xil payt 5 lotgacha bo'lyapti. Lekin shunaqa narsa borki, lotni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. U yerda stoplari ham bor. Stoplari minimalniy $500, $600 atrofida bo'ladi.
$0.27 lotni stoplari $50, $60 atrofida bo'ladi. Ya'ni biz 3 ta ochadigan bo'lsak, $100 stop yesak ham $300 bo'ladi. Aytaylik 6 ta ochadigan bo'lsak, $100 bo'ladigan bo'lsa ham $600 bo'ladi. Ya'ni lot holati, stop holati ham bir xil ketadi. Siz общий lotni hisoblaganingiz uchun shunaqa beshinli lotlar ko'rinyapti. Lekin aslida tizim bo'yicha faqatgina lot ko'tarilib boriladi. Ya'ni stop yeydigan bo'lsak, sistema almashtirilmaydi, punktuatsiyalar almashtirilmaydi, TPlar almashtirilmaydi. Faqatgina lot size ko'tarilib boriladi. Nimaga? Chunki undan oldingi qilgan minusingizni qoplab borishingiz uchun. Bu shunaqa tizim va shunaqa ishlaydi. Ana o'shandagina siz kun mobaynida har kuni o'zingizni foydangizga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu tizimni 30 kun davomida o'zingizlar xudo xolasa ko'rib olasizlar. Inshaalloh tizim yoqadigan bo'lsa, keyin o'zingizlar uchun o'sha lotlaringlarni, o'zingizlarning sistemangizga lotlaringlarni to'g'irlab turib, nech pul summaga kuniga nech pul ishlasa mumkinligini o'zingizlar uchun ko'rib olasizlar. Xudo xolasa 30 kunlik challenge tugagandan keyin yana общий video qilamiz, bir 20 minutlik, yarim soatlik va o'sha videoda hamma narsa doskонально tushuntirib beriladi. Ungacha challenge'ni tomosha qilib mazza qiling. O'zingizni ehtiyot qiling, charchamang, sog' bo'ling. Hop, hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, tuzimizlar, charchamasizlar. Hop, agar biza hikmat serga harakat qilib ko'rgandik, mana bu joyda kirdik. Stopimizni oldi. Bu joyda ham kirgandik. Bu joyda ham stopimizni olib, keyin pastga tushdi. Endi mana bu joyda katta zona bitta bor edi, ya'ni katta zona M15 ta bor edi. Bu joyda o'zini kichkina diaframdagi korobkasi saqlanadi. Agar bozor yuradigan bo'lsa, bu joydan yurib oladi hozir va shu zonalarni buzadi. Zonani buzib, mana shu tepaga yetib oladi. Agar tepaga chiqmaydigan bo'lsa, zona bunday holatda yopilib qoladigan bo'lsa, tana bilan katta ehtimol bilan stopimiz uradi. Bizda уже bugungi holat bo'yicha $600 minus bo'lgan. Birinchi mana buda ochilgan 3 ta. Keyin undan keyin уже 6 ta ochilgan. Endi hozir o'tish holatini hisoblaydigan bo'lsa, 207 lot emas, bu yerda pastda 240 lot atrofida. Biz keyingi pozitsiyaga 207 lotdan 2 ta kirganmiz, ya'ni risk bo'yicha. Xudo xolasa bu joydan yurib oladigan bo'lsa, nasib qilsa, ya'ni 4 punkt o'zida hamma minuslar, hamma zararlar hammasiga chiqib ketadi. Agar u stopimizni urib qo'ygan bo'lsa, biz уже kuchliroq pozitsiya, ya'ni katta time frame'ga nazar tashlashni boshlaymiz. Уже bu degani biz soat уже 1dan keyin pozitsiyalarni qidirishni boshlaymiz. Bugun kech turganimiz hisobiga pozitsiyalarimizni olib chiqib keta olmadik. Yog'ini endi kuzatamiz.